Isakulov Flow Group'da yana bir ajoyib yangilik. Biz muvaffaqiyatli ravishda o'z mijozimizga O1A talant, ya'ni iste'dod vizasini olishda yordam berdik va keling ushbu videoda mijozimiz kim ekanligi va ularni O1A vizasiga topshirish jarayonidagi shaxsiy tajribalar haqida bilib olamiz. Qani ketdik. Shohjahon, assalomu alaykum. Taklifimizga yo'q demasdan o'zingizni O1 talant iste'dod vizasini olish bo'yicha tajribangizni bo'lishga rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Qarshi bo'lmasangiz bevosita savollarga o'tamiz. Avvalo iltimos o'zingizni tanishtirsangiz, qayerda ta'lim olgansiz, ta'lim olganingizdan so'ng qaysi sohada o'z faoliyatingizni amalga oshirgansiz va umuman AQShga nima statusda, qachon, qanday qilib kelib qoldingiz? Assalomu alaykum Abdulaziz aka, sizga ham kattakon rahmat. Ismim Shohjahon, familiyam Abdusattorov. 2019-yilda Toshkent davlat yuridik universiteti xususiy huquq fakultetiga qabul qilinganman. 2023-yilda universitetda muvaffaqiyatli tugatib, 2023-yilda Adliya vazirligi qoshidagi intellektual mulk davlat muassasasida 6 oylik stajirovka amaliyot o'taganman. Shu yil 2023-yilda dunyoning top 100 talik universitetlaridan biri sanalgan Pensilvaniya davlat universiteti Penn State Law'ga $45,000 grant asosida kelganman. Bu yerda magistraturani 1 yil muvaffaqiyatli tugatgandan keyin shunday imkoniyat bo'ldi, OPT qilish, ya'ni Optional Practical Training. Amerikada Legal Point advokatlik firmasida intellektual mulk huquqi bo'yicha legal assistant bo'lib faoliyat olib borgan. Javoblaringiz uchun katta rahmat Shohjahon. Umuman O1 vizasiga topshirish va shu haqidagi qarorga kelishingiz jarayoni haqida gaplashadigan bo'lsak, siz uchun O1 vizasi avvalo topshirishingizdan oldin va ushbu qarorga kelishingizdan oldin qandaydir bir murakkab, bir uzoqqa cho'ziladigan jarayon sifatida tuyulganmi yoki sizda bir boshqacha taassurotlar bormidi? O1 vizasi haqida shu Amerikadagi ilmiy akademik muhitda eshitganman. Shunaqa talantli, yetuk, malakali kadrlarga, mutaxassislarga O1 vizasi berilishi haqida. Bu viza haqida eshitganimda juda murakkab, juda ko'p vaqt talab qiladigan va har bir topshirayotgan shaxsdan juda ko'p hujjatlar talab qilinadigan, ya'ni ko'p joyda ishlagan bo'lishi, ko'p, ya'ni global, ya'ni xalqaro miqyosda ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lishi kerak degan shunaqa so'zlarni, gaplarni eshitganman. Undan keyin bevosita advokatlar bilan, shu Amerikadagi ilmiy tadqiqotchilar bilan gaplashganligim davomida shunga amin bo'ldimki, ya'ni siz bilan gaplashish davomida shunga amin bo'ldimki, o'zimni muvaffaqiyatlarim, erishgan tajribalarim orqali ham O1 vizasiga topshirsam bo'ladi. Shu bilan o'zim qilgan intellektual mulk sohasidagi yozgan maqolalarim, muvaffaqiyatlarim va Zukko AI nomli chatbot yaratib, Zukko Jurist Law blogi asos solib, shu qilgan ishlarimni bir joyga yig'ganimdan keyin amin bo'ldimki, topshirsam albatta olishim mumkin. Tushunarli. Bevosita o'sha hujjat yig'ish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, Shohjahon, umuman O1 viza jarayoni siz uchun bir eng qiyinchilik ko'rsatgan bir qanaqadir bosqich bormi? Bu haqida bizga ko'proq ma'lumot bera olasizmi? Va umuman siz aytgandaki, aynan ichki ishonch, ha men ushbu vizaga loyiqman degan ichki ishonch aynan qaysi bosqichda sizda paydo bo'ldi? O1 vizasiga o'zi topshirish jarayoni, hujjatlar yig'ish vaqtiga 4-5 oy ketdi o'rtacha. Hujjatlar yig'ish, O1 vizasida 8 ta kriteriya bor. Har bir kriteriya bo'yicha isbotlab berish, hujjatlar yig'ish jarayoni ozgina qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni qaysi hujjat, qaysi kriteriyaga, qaysi muvaffaqiyatim, qaysi nimaga to'g'ri keladi va hujjatning mazmunida nimalar bo'lishi kerak, qanday talablarga javob berish kerak. Shular jarayonida boshida qiynaldim, juda uzoq yo'lda ko'rindi. Sekin-sekin hujjatlar yig'ib boshlaganimdan keyin, hammasini bir joyga jamlaganimdan keyin ortimda shuncha ishlar borligini ko'rdim, shuncha muvaffaqiyatlarga, shuncha natijalarga erishganligimni ko'rib, o'zimda ichki ishonch paydo bo'ldi. Ha, demak men ola olaman degan ishonch. Ya'ni men universitetda o'qigan davomida ham ancha muvaffaqiyatlarga erishgandim. Ya'ni o'zim Zukko Jurist nomli universitetda katta loyiha tashkil qilganman. Ya'ni bu talabalarni o'zlarini qobiliyatlarini ko'rsata oladigan jamoaviy shakldagi tanlov tashkil qilganman va yil talabasi bo'lganman universitetda.
huquqiy targ'ibotlar bo'yicha eng zo'r yo'nalish bo'yicha yil talabasi bo'lganman. Va boshqa Amerikadagi erishgan muvaffaqiyatlarning barchasini bir joyga yig'ganimda hujjatlar ko'pligini ko'rib o'zimda ham ishonch paydo bo'ldi. Ha, demak men ham ola olaman. Tushunarli. Shohjahon, demak, O1 vizasi umuman muvaffaqiyatli tasdiqlangandan so'ng, sizda qanday ichki his-tuyg'ular o'tdi va umuman O1 vizasini tasdiqlanishi sizni bevosita karyerangizga, AQShdagi hayotingizga qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi yoki ta'sir ko'rsatdi deb hisoblaysiz? Birinchi marta eshitganimda juda ham xursand bo'lib ketdim. Ya'ni siz telefon qilgan paytingiz tasdiqlandi deganda ichimdan umuman bir yelkamdan bir tog' ag'darilgandek o'zimni his qildim. Chunki hujjat ketish jarayoniga o'zi 4-5 oy, undan keyingi tekshiruv jarayoni 15 kunlik 15 business days'da har kunida nima bo'larkan, javobi qanaqa chiqarkan, hujjatimdan yoki nimadir ishlarimdan kamchilik toparmikan, qaysidir joyda xato qildimmagan, shunaqa degan bir baribir qo'rquv bo'ldi. Lekin chiqdi deb eshitganimdan keyin juda ham xursand bo'lib ketdim. Ha, demak, yanada karyeramni, demak men Amerika miqyosida alohida talantli, yutuq mutaxassis sifatida tan olindim. Endi bundan-da yaxshiroq, zo'rroq qilib davom ettirsam bo'ladi degan ishonch paydo bo'ldi. Mhm. Tushunarli. Javobingiz uchun katta rahmat. Shohjahon, sizni vaqtingiz tig'iz, shuning uchun sizni ko'p vaqtingizni olmaymiz va oxirgi savolga o'tamiz. Bevosita shu O1 vizasi haqida o'ylayotgan boshqa shaxslarga, sizga o'xshagan va qaysidir ma'noda balki ushbu jarayondan biroz qo'rqib, cho'chib turgan va ichki qanaqadir bir his-tuyg'ularga berilgan holda bir balkim sizni nazaringizda bir noto'g'ri tushunchaga borayotgan insonlar bo'lsa, ularga siz qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Nimadan cho'chish kerak va nimadan cho'chimaslik kerak sizni nazaringizda? O'g'il vizasida boshida baribir hamma o'zini boshidan o'tmagancha realni qanaqa holatdaligini bilmaydi. Men ham boshida eshitganimda juda qiyin, buni olish imkonsiz, olish uchun juda ko'p kuch, vaqt talab qilinadi. Kuch vaqtdan tashqari bundan keyin ham juda ko'p ishlar qilingan bo'lishi kerak, juda ko'p joyda ishlagan bo'lish kerak yoki juda ko'p milliy va xalqaro miqyosda muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lish kerak degan gaplarni eshitganman. Lekin ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Birinchi boshlab olinsa, nasib bo'lsa boshlab olinsa, qanday boshlangandan keyin sekin-sekin o'zi jarayonlar aniqlashib boraveradi. Keyingi etapda nima qilish kerak, keyingi bosqichda nima qilish kerak, har birini hujjatlar yig'ilishi yoki shu dalillar to'plab borilishi, o'rtacha agar shu o'zini sohasi bo'yicha bakalavr va magistrlik darajasiga ega bo'lgan har bir inson menimcha topshirsa bo'ladi. Ya'ni o'zini qaysidir soha bo'yicha nimadir qilganligini, shu soha bo'yicha yutuq mutaxassisligini ko'rsata bila olish kerak. Eng kichik bir voqea, hodisada ishtirok etganligi yoki shunda boshlovchilik bo'lganligi yoki qaysidir jarayonni boshlaganligi, qaysidir loyihaga harakat qilganligini isbotlab berib ham topshirsa bo'ladi. Agar o'zida yutuq tajribalari, eksperienslari, muvaffaqiyatlarini o'zida ko'ra olsa, ishonch bilan harakat qilib topshirsa, inshaalloh oladi. Shohjahon, yana bir bor sizga katta rahmat. O'z tajribangizni bizni muxlislarimiz bilan bo'lishganingiz uchun va o'z navbatida sizni kelajakdagi rejalaringizda, karyerangizda biz faqatgina omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat.